Bunyodkor stadionida atmosfera bomba. O'zbekiston katta energiya bilan, katta muxlislar bilan, shaxsan davlat rahbari ishtirokida O'zbekiston milliy terma jamoasini 2026-yilgi Jahon chempionatiga kuzatish marosimi bo'lib o'tmoqda va bu yerda bizni tarix yaratgan futbolchilarimiz maydonda ko'rishingiz mumkin. Davlatimiz rahbari futbolchilarni shaxsan tabriklab, ushbu tadbirga shaxsan o'zi tashrif buyurdi. Bugungi fayzli oqshomda o'tkazilayotgan katta futbol bayrami bilan tabriklayman.